Assalomu alaykum hurmatli fraksiyadoshlar. Kun tartibidagi masalalarni ko'rishga o'tamiz. Bugun Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda bir qator muhim qonun loyihalari deputatlarimiz tomonidan qizg'in muhokama qilindi. Yig'ilishda shuningdek Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimovning 2030-yilgacha bo'lgan davrda aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish konsepsiyasi ijrosini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risidagi parlament so'roviga javobi ko'rib chiqildi. Parlament so'roviga kelgan javobda keltirilishicha, konsepsiya ijrosini ta'minlash maqsadida ta'lim muassasalari, mahallalar, davlat idoralari va fuqarolik jamiyati institutlari ishtirokida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, 6951 maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 1,660,000 dan ziyod tarbiyalanuvchilarni qamrab olgan ekologik ta'lim-tarbiya tadbirlari o'tkazilgan. 10,134 ta umumiy o'rta ta'lim maktablarida 1,646,000 dan ziyod o'quvchi tabiatni asrashda mening hissam turkumidagi tadbirlarga jalb etilgan. Maktab o'quvchilarining ekologik huquqiy ongi va tabiatga ehtiyotkorona munosabat hissini oshirishga qaratilgan Siz ekologiyaga oid qonunlarni bilasizmi? Respublika ko'rik tanlovining barcha bosqichlarida jami 81,500 dan ziyod yuqori sinf o'quvchi yoshlari intellektual bellashuvlar va huquqiy munozaralarga faol jalb etilgan. Shuningdek, Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida kasbiy va o'rta maxsus ta'lim tashkilotlarida Yangi hayot, yangi nafas respublika chempionati va Yashil qahramon loyihalari tashkil etildi. Mazkur tadbirlar va loyihalarga 126,000 dan ortiq o'quvchi yoshlar qamrab olingan. Muhokamalarda deputatlar ekologik madaniyatni yuksaltirish faqat targ'ibot tadbirlari bilan cheklanib qolmasligi, uning natijasi aholining kundalik turmush tarzi va odatlarida namoyon bo'lishi zarurligiga e'tibor qaratdi. Muhokamalar yakunida parlament so'roviga kelgan javob fraksiya a'zolari tomonidan ma'qullandi.